Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugungi darsimiz IBC kitobimizdan 3-mavzu sonlarni turli ko'paytiruvchilarga ajratish ekuk va ekuk mavzusi. Boshlaylik. Turli ko'paytiruvchilarga ajratish nima degani? Birinchi o'rinda tub sonlar haqida gaplashamiz. Tub sonlarni tarix bo'yicha tub sonlar degani birga va o'ziga bo'linadi. Faqat birga va o'ziga bo'linadigan sonlarga tub sonlar deyiladi. Yana boshqacharoq tarifi natural bo'luvchilar soni 2 ta bo'lgan sonlar tub sonlar deyiladi. Tub sonlarimiz qaysilar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 va hokazo ketadi. Ya'ni boshqa songa bo'linmaydi sonlar. Faqat o'ziga bo'linadi, faqat birga bo'linadi. 7 ga bo'linadi, 1 ga bo'linadi, 11 ga bo'linadi, 1 ga bo'linadi. Boshqa hech qaysi songa bo'linmaydi. Shunaqa sonlarimiz tub sonlar deyiladi. Endi sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratish degani berilgan sonni faqat tub sonlarga bo'lib chiqishga aytiladi. Masalan, 24 degan sonni tub ko'paytiruvchiga ajrating desa, faqat 2 ga tub sonlarga bo'lishni boshlaydi. 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. Mana bu tomonda faqat tub sonlar bo'ldi. Bu tomonda bo'lganimizdagi natijada. Endi yozamiz 24 barobar 2 dan 3 ta 3 dan 1 ta. Mana shunday deb yozishimiz sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratish bo'lar ekan. Shunaqalar ajratayotganimizda tub bo'lmagan sonlarga bo'lib qo'ymasak bo'ldi. 3 ga mana shuni bittadan 4 ga bo'lib qo'ymasak bo'ldi. Faqat 2 ga, 3 ga, 5 ga, 7 ga mana shunaqa ketma-ket tub sonlarga bo'lib chiqsak, mana shu sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratish bo'lar ekan. 10 ga oxiri 0 bilan tugaydigan sonlarni, masalan 2100 ni tub ko'paytiruvchiga ajratishning qulay usuli borki, mana endi nechta 0 turgan bo'lsa, 2 ko'paygan 5 deymizda, shu 2 ta 0 ni darajaliga yozib qo'yamiz. 2 ta 0 turibdi, ikkalasini ham 2 qo'ydik. Va 2 ta 0 ni tashlaveramiz, mana 21 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Shunda 21 3 ga bo'lamiz, 7, 7 ga bo'lsak 1. Shunda 2100 degan sonimiz teng bo'lar ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 2 ta, 7 dan 1 ta. Mana shu ko'rinishda ajratsak ham bo'ladi. Lekin agar bunga qiynalgan odam bir boshdan bo'lib chiqsa ham bo'ladi. 2100 2 ga bo'ladi, uni yana 2 ga bo'ladi, keyin 5 ga, keyin 3 ga, xullas bo'lib chiqsa ham bo'ladi. Ikkinchi usuli mana shu oxiri 0 bilan tugasa, nechta 0 bilan tugayotgan bo'lsa, shuncha 2 bilan 5 ga bo'lib olsak bo'ladi. 2 kere 5 10 ga bo'ldi degani necha marta bo'lgani mana darajasida turibdi. Demak, bittada bir nechta tub songa bo'lsak ham bo'lar ekan, bu hisob-kitobga bog'liq bo'ladi. Faktorial mavzusi. Faktorial degani o'sha n faktorial deylik. N faktorial degani birdan boshlab o'sha n gacha bo'lgan sonlarni, natural sonlarni ko'paytiradi. Masalan, n faktorial degani 1, 2, 3, 4 va hokazo n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmas ekan. 2 faktorial degani 1 ko'paygan 2. Natijamiz 2 ga teng. 3 faktorial degani 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3. 6 ga teng. 4 faktorialimiz 1, 2, 3, 4 24 ga teng. 2 ga 3 6, 6 ga 4 24. 5 faktorial degani 1, 2, 3, 4 5 ga teng ekan. 120 bo'ladi. Demak, faktorial degani birdan boshlab nech faktorial desa, o'sha faktorialgacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga aytilar ekan. Masalan, 100 faktorial degani 1, 2, 3 va hokazo 100 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasiga aytilar ekan. Faktorial mavzusida 5 faktorialgacha hisoblashimiz mumkin. 120 chiqadi. Hisoblashimiz oson. Kerak bo'lsa 6 faktoriallarni hisoblashimiz mumkin, 720. Undan uyog'ini hisoblashimiz shart emas. 7 faktorialni 7 faktorialgacha qolib turadi. Hech qachonda 10 faktorialni hisoblab ber degan savol bermaydi. 10 faktorialni 10 faktorial deb yozib qo'ysak bo'ladi. N faktorialni n minus 1 faktorialga bo'ladigan bo'lsak, n o'zi qolar ekan. Bu nima degani? 10 faktorialni 9 faktorialga bo'lsak, undan bir narsa 9 faktorial. 9 faktorialga bo'lsak 10 qoladi. Qayerdan? 2, 3, 7, 8, 9 degan sonlar. 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi qisqarib ketadigan bo'lsa, 10 degan
Yana bitta xossasi n faktorialga n plus 1 ni ko'paytiradigan bo'lsak, n plus 1 faktorial bo'lib qoladi. Masalan, 9 faktorialga 10 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 9 faktorialimiz 1 dan boshlab 9 gacha edi, shunga 10 ni ko'paytirib qo'ysak, 10 faktorial bo'ladi. Xuddi shu narsa 6 faktorialni 7 ko'paygan 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 8 faktorial bo'lib qoladi. Chunki 6 faktorialimiz ichida 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi bor. Shuni 7 kere 8 ga ko'paytirib qo'ysak, 8 faktorial degan son hosil bo'ladi. Kub ikkita kamlikda son beradi. Shularga bo'linadigan eng katta sonni toping deydi. Masalan, 48 bilan 60 degan sonni eng ko'pini toping desa, shunday son topishimiz kerakki, bu sonimiz 48 ga ham bo'linsin, 60 ga ham bo'linsin va bu sonlar ichida eng kattasi bo'lsin. Nima qilamiz? Buni topish uchun egalasini tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Mana o'rganish tub ko'paytiruvchiga ajratish. 24 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 60 degan son 2 ga bo'lsak 30, 2 ga bo'lsak 15, 3 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 1. 48 soni teng ekan 2 dan 1, 2 3 4 ta, 3 dan 1 ta. 60 degan son teng ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta. Yozilgan tub ko'paytirishga ajratdik. Ana endi kub teng ikkalasida ham qatnashayotgan sonni olaman. Ikkalasida ham 2 qatnashyapti oldim. Ikkalasida ham 3 qatnashyapti oldim. 5 bittasida qatnashmagan uchun olmadim-da. Endi darajasi eng kichigini qarayman. Bunda 4 ta ekan, bunda 2 ta ekan. Demak, ikkitasini oldim. 3 dan ikkalasidan ham bitta ekan, bittasini oldim. 2 ni ikkinchisi 4 ko'paygan 3 12 ekan. Demak, 48 ga ham 60 ga ham bo'linadigan eng katta sonimiz 12 bo'lgan ekan. Kubda mana shu tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Ikkalasida ham qatnashayotgan sonlarni darajasi eng kichigini olib bir-biriga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Bu kub. Hozir misollar ishlaganda yana ham tushunib olamiz. Keyingisi kub eng katta umumiy bo'linuvchi degani bo'linuvchidagi 1. Kubda eng kichik umumiy karralisi degani. Eng kichik umumiy karralisi degani. 48 bilan 60 ko'radi. 48 bilan 60 ni k-sini toping desa. Buni ham xuddi shu ishni bajaramiz. Tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Ajratganimiz mana 2 dan 4 ta, 3 dan 1 ta. 60 ga 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta bo'ldi. Endi kubda hammasini olamiz. Kubda hammasini olamiz. 2 ni olamiz, 3 ni olamiz, 5 ni olamiz. Bittasida qatnashib qolsa ham olamiz. Darajasi eng kattasiga qaraymiz. Bunda 2 ta ekan, bunda 4 ta ekan. Endi kattasini olamiz. 4 ta, bitta. 2 ni 4-chisini 8 deb ketmaydi. 2 ni 4-chisi 2 ni 4-chisi degani 1 2 3 4 2 ni bir-biriga ko'paytirganga teng. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 16 ko'paygan 3 ko'paygan 5. 16. Endi 16 ni 3 ga va 5 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 16 ni 5 ga ko'paytirsak 80, 80 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 240. 48 bilan 60 ni 2 ko'p 240. Bu nima degani? 48 bilan 60 ga umumiy mahraj 240 bo'ladi degan ekan. Ikkita son berib, umumiy mahraj toping desa, umumiy mahraj 240 bo'lar ekan. Bu degani 48 ga kirali sonlar, 60 ga kirali sonlarni yozib chiqib ketayotganimizda ikkalasidan uchraydigan eng kichik son 240 bo'lar ekan. Kub mavzusi shu. Endi kitobdagi misollarni bitta ishlashni boshlaymiz. Shunda mavzuni yana ham chuqurroq tushunamiz. Bizda shunaqaki kitobda toqlarni ishlab beraman, juftlarni o'zini ishlab ko'rasizlar.
Demek başlayalım. Birinchisi 5 faktorialni hisoblangan. 5 faktorialimiz bo'layotgan 1, 2, 3, 4, 5 ko'paytmasi. Hisoblasak 120 degan son chiqadi. Birinchisi. Ana shu son. Boya aytishdan chiqdi. 0 faktorialimiz 1 ga teng deb qabul qilamiz. 0 faktorialimiz 1 ga teng. 1 faktorialimiz ham 1 ga teng. Mana shu qoida sifatida olamiz. 0 faktorial 1 ga teng bo'ladi. Demek başladık. 1 qo'shilgan 1 faktorialimiz 1 ga teng. 2 faktorialimiz 1 ko'paygan 2 ga teng. 3 faktorialimiz 2 3 faktorialimiz 1 2 3 ga teng. Demak 6. Qo'shib qo'ysak bo'ldi. 1 ga 1 qo'shsak 2 2 4 javobimiz 10. 6 faktorial hisoblaymiz. 6 faktorial boya aytdik. 5 faktorialni 6 ga ko'paytirganga teng. 5 faktorialimiz 120 ni 6 ga ko'paytirsak bo'ldi. 120 ni 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, mana bu ikkita 6 ni 2 ga bo'lsak 3. Juda ham oson mavzu. Shunchaki karra jadval bilan bir xil. Karra jadvalni 7 faktorialni 5 faktorialga bo'ladigan bo'lsak, boya aytdikki, kasrlarni 7 faktorial hisoblab chiqishimiz shart emas. 1 2 4 5 turibdi. Shundan 1 2 4 5 qisqartirib oladigan bo'lsak, 6 kere 7 42 5 faktorial. Buni hisoblaymiz yana 6 faktorialimiz. 120 ko'paygan 6 ayrilgan 120. Mahrajda 120. Endi umumiy ko'paytiruvchi bor ekan, 120 ni olishga ketaman suradi. 120 ni olishga ketsak 6 minus 1 qoladi. Mahrajda 120. 120 larni qisqartirsak 5 degan javob darajasi. Buni ham aytish nima bo'pti? 12 ni 0 darajasi. 12 ni 0 darajasi bo'ladimi? 100 ni 0 darajasi bo'ladimi? 3 million ni 0 darajasi bo'ladimi? Hammasi birga teng. Har qanday sonmi 0 darajasi birga teng deb qabul qilamiz. Boyagi 0 faktorialimiz birga teng bo'lgan kabi, endi 0 darajasi ham birga teng bo'ladi. Faqat 0 ni 0 darajasi yapti. 5-inchisida boya o'rgandik. 3 ta 5 ni bir-biriga ko'paytirib chiqqaniga teng. Bu 5 kere 3 emas. Yani ko'pchilik chalib qoladi 5-inchisini so'ng 5 da. Yo'q, bu 3 ta 5 ni bir-biriga ko'paytirganga teng. 5 kere 5 25, 25 5 ga ko'paytirsak 100. Birinchi darajaga ko'tarib olamiz. 12 ko'paygan 2-inchisini 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 12 ni 8 ga ko'paytirsak 96. Bu misolda birinchi bo'lishamalar birinchi ish 6 faktorialni 4 faktorialga bo'ladi. 6 faktorial boya aytdik 1 2 3 4 5 6 ni ko'paytmasi 1 2 3 4 5 6 ni ko'paytmasi mahrajda 3 4. 1 2 3 4 lar ketsa 5 kere 6 30 qolar endi. Endi ikkinchi ish 4 ni uchinchisini hisoblaymiz. 4 ni uchinchisi 4 ko'paygan 4 ko'paygan 4 64. Uchinchi ish 64 dan 30 ni aylaymiz. 34 ni 4 ni mana qavsni hisoblab bo'ldi. Endi qavsdan chiqqani 17 ga bo'lamiz. 4-chi ish 34 ni 17 ga bo'lsak 2 javob. Bu misolda darajaga ko'tarib qo'shib bir-biriga bo'lib qo'ysak bo'ldi. 10 ni kvadrati 100 qo'shilgan 576 26 ni kvadrati 676. Bir-biriga qo'shib bo'ladigan bo'lsak, sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajrating degan boshlaymiz. 32 ni tub ko'paytiruvchiga ajratishni boshladik. 32 ni tub sonlar boya aytdik 2 ga bo'lamiz 16, 2 ga bo'lsak 8, 2 ga bo'lsak 4, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. 32 ga teng ekan 2 dan 1 2 3 4 5 dan 2 ni 5-darajasiga yozib qo'ysak. Bayga usul 60 ni 2 ko'paygan 5 deb yozamizda, bitta nol tashlab olamiz. 62 ni 2 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lsak 1. 60 teng ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi mabodo bu usulga qiynalganlar erinmasdan bo'lib chiqishi mumkin. 62 ga bo'lsak 30, 2 ga bo'lsak 15, 3 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 1. Bir xil natija chiqadi. 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta degan 80. Mana usulda ishlab ko'ramiz.
2 ko'paygan 5, 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 180 degan ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta, 5 dan 1 taga tenga yozib qo'ysak bo'ladi. 720. 2 kere 5, 72, 2'ye bölürsek 36, 2'ye bölürsek 18, 2'ye bölürsek 9, 3'e bölürsek 3, 3'e bölürsek 1. 720 deneyken 2'den 1, 2, 3, 4'te, 3'ten 2'te, 5'ten 1'te de yazıp koysak bu. 1001. 1001'ni nechiga bo'linadi desa 11 ga bo'linish belgisi bor. Bo'linish belgilari degan mavzu borda, ondan mavzuyimizda raqamlar juft o'rnida turgan raqamlar yig'ilsa, top o'rnida turgan raqamlar yig'indisida ayrimasi 0 bo'lishi kerak. 1 ga 0 qo'shsak 1, 0 ga 1 qo'shsak 1, ayirsak 0. Demak 11 ga bo'linadi. 11 ga bo'lsak 9 ta bor, 91. 91 degan sonimiz 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lsak 13, 13 ga bo'lsak 1. 1001 degan sonimiz 11 dan bitta, 7 dan bitta, 13 dan bitta bo'lgan. 33-chi misoldan ekub boshlanyapti. Yani so'raymiz. 2 ko'paygan 5. 2 ta 0 bo'lgani uchun darajalarni 2 yozdim. Men 2 ni o'zim tushdim. Buni 2 ga bo'lsak 1. 200 degan son 2 dan 3 ta, 5 dan 2 ta bo'lgan ekan. 162 ko'paygan 5 dedikda 36 ni olishdik. 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 160 degan ekan 2 dan 1, 2, 3 ta, 3 dan 2 ta, 5 dan 1 ta. Ko'p. Egalasida ham qatnashayotgan holatga 2 qatnashyapti va 5 qatnashyapti. Darajasi eng kichigi. Ikkalasidan 3 ta ekan, 5 dan 1 ta ekan. Ikkinchisi boya hisobladik 8 ko'paygan 5 teng 40. 200 ga ham 360 ga ham bo'linadigan eng katta son 40 ga teng ekan. 121 va 154 ni eng ko'pini toping. 121 ni 1 ga bo'lamiz, 10 bor, 10 ga bo'lsak 1. 154 2 ga bo'linishini ko'rinib turibdi, 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 70, 7 ga bo'lsak 11, 11 ga bo'lsak 1. 121 soni teng ekan 11 dan 2 ta, 154 degan son 2 dan 1 ta, 7 dan 1 ta, 11 dan 1 ta ekan. Ekubini topadigan bo'lsak, ikkalasidan qatnashgan son 11 o'zi qoladi. 1001 va 380. Misollarni mana 1001 ga boya bo'ldik. 11 ga bo'lsak 91, 7 ga bo'lsak 13, 13 ga bo'lsak 1. 1001 degan sonimiz 11 dan 1 ta, 7 dan 1 ta, 13 dan 1 ta ekan. 3080 boyagi ish bilan bo'lamiz. 2 ko'paygan 5 deb yozdik-da, 308 olishdik. Ya'ni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 154, 154 ni boya bo'lib ko'rdik. 77, 7 ga bo'lsak 11, 11 ga bo'lsak 1. 3080 degan sonimiz 2 dan 1, 2, 3 ta, 7 dan 1 ta, 5 dan 1 ta, 11 dan 1 ta ekan. Ekubi egalasidan qatnashayotgan son faqatgina 7 ko'paygan 10 bor. 7 dan 1 ta, 11 dan 1 ta. Natijamiz 77 chiqar ekan. 2, 5, 13lar bittasida qatnashib, ikkinchisida qatnashmagan uchun olmadi. Ayni 3 ta. 120, 96 va 180. Shu sonlarni ekubini toping desa, ikkalasini ajratib chiqamiz. 2 ko'paygan 5, 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 96 ni 2 ga bo'lsak 48, 2 ga bo'lsak 24, 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 180 ni 2 ko'paygan 5 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 120 teng ekan 2 dan 1, 2, 3 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta. 96 teng ekan 1, 2, 3, 4, 5 ta, 3 dan 1 ta. 180 teng ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta, 5 dan 1 ta. Ekub
ikkalasida ham qatnashayotgan son 2 bilan 3. 5 mana undan qatnashmay qolgani uchun olmadi. Ikkitasida qatnashdik, uchinchisida qatnashmagani uchun olmadi. Bizga hammasida qatnashgani kerak. Darajasi eng kichigini qaraymiz. 2 dan 2 ta ekan. 3 dan 1 ta ekan. 2 ni 2 4, 4 kara 3 18. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 28 2 ga bo'lsak 14, 2 ga bo'lsak 7, 7 ga bo'lsak 1. 6 dan ekan 2 ko'paygan 3 ga, 28 dan ekan 2 dan 2 ta, 7 dan 1 ta. Ekuk. Ekukda hammasini ularga 2 ko'paygan 3 ko'paygan 7. Darajasi eng kattasiga qaraymiz. 6 da 1 ta ekan, 28 da 2 ta ekan. 2 tani oldik. 3 bilan 7 bittadan. Demak, ekukimiz 4 ko'paygan 3 ko'paygan 7. 12 ko'paygan 7 teng 84. 36 va 21 sonlarning ekukini topamiz. 36 ni 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 21 2 ga bo'lsak 3 ga 21 3 ga bo'lsak 7, 7 ga bo'lsak 1. 36 dan ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta. 21 dan ekan 3 dan 1 ta, 7 dan 1 ta. Ekuk 2 dan 2 tasini olamiz, 3 dan 2 tasini olamiz, 7 dan 1 tasini olamiz. 4 ko'paygan 9 ko'paygan 7. 36 ko'paygan 7, 42. 252 ga teng. 52 va 65 sonlarning ekukini topamiz. 2 ga bo'lsak 26, 2 ga bo'lsak 13, 13 ga bo'lsak 1. 65 ni 5 ga bo'lamiz, chunki 5 ga bo'lishi ko'rinib turibdi. Bo'linishlardan oxiri 0 yoki 5 bilan tugagan sonlar 5 ga bo'linadi. 65 5 ga bo'lsak 13 dan 13 13 ga bo'lsak 1. 52 teng 2 dan 2 ta, 13 dan 1 ta. 65 teng 5 dan 1 ta, 13 dan 1 ta. Ekuk 2 dan 2 tasini oldik, 5 dan 1 tasini oldik, 13 dan 1 tasini oldik. 4 ko'paygan 5 ko'paygan 13. 20 ko'paygan 13 teng. Agar chiqamiz 5 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 1. 40 ga 2 ko'paygan 5 ga bo'lsak 4, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. 12 ni 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 25 teng ekan 5 dan 2 ta, 40 teng ekan 2 dan 3 ta, 5 dan 1 ta, 12 teng ekan 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta. Ekuk hammasini olamiz. 5 dan 2 ta, 2 dan 3 ta, darajasi eng kattasi 3 ekan. 3 dan 1 ta. 5 dan 2 tasi 25 ko'paygan 8 ko'paygan 3. 25 8 ga ko'paytirsak 200, 200 ko'paytirsak 600. 51 masalalardan boshlab masalalar kelyapti. 51 dan boshlab bu masalalarni ishlash yo ekubini yo ekubini topsak bo'ladi. Masalan, 12 va 16 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi va eng kichik umumiy karralisini yig'indisini topingan. 12 va 16 ni ekub b-sini ekub k-siga qo'shib qo'ying demoqchi. Ikkitasini topishganimizda qo'shib qo'yamiz. 12 ni 2 ga bo'lsak 6, 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. 16 ni 2 ga bo'lsak 8, 2 ga bo'lsak 4, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. 12 degani 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta. 16 degani 2 dan 1, 2, 3, 4 ta. Ekub b-si 2 dan 2 ta, chunki ikkalasi ham qatnashyapti. Ekub k-si 2 dan 4 ta, 3 dan 1 ta. 16 ko'paygan 3 teng 48 ga. Demak, bizdan so'rayotgan narsasini topib qo'yamiz. Ekub b-sini ekub k-siga qo'shamiz. 10 4 qo'shilgan 48 teng 52 ga teng bo'lar ekan. 53. 20 va 24 sonlarining eng kichik umumiy karralisi va eng 53-misol. 20 va 24 sonlarining eng kichik umumiy karralisini eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini so'rayapti.
E kub K'sini E kub B'siga bo'ling demoqchi. 20 va 24. 20 va 24. 2 kara 5 2 2 ga bo'lsak 1. 24 2 ga bo'lsak 12 2 ga bo'lsak 6 2 ga bo'lsak 3 3 ga bo'lsak 1. 20 teng ekan 2 dan 2 ta 5 dan 1 ta. 24 teng ekan 2 dan 3 ta 3 dan 1 ta. E kub B'si ikkalasidan qatnashayotgan 4 2 dan 2 ta. E kub K'si 2 dan 3 ta 3 dan 1 ta 5 dan 1 tani bir-biriga ko'paytirish. 8 ko'paygan 3 ko'paygan 5. 120 ga teng.